Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Bu qədimlik haftalik istiqlal xəbərləri proqramımıza gəlgənlərni qızğın qarşıladıq. Mən Abdullah Yalqun. Xitay Şərqi Türkistandakı siyasətlərdə davamlıq alcımaqda. Xitay təcavüzçiləri Feyzivat Qızılsu yezisida bütün xalqimizga çatma javobgarlikni ustiga elish mas'uliyatnomasi yo'lga qo'ydi. Xitay təcavüzçiləri Feyzivat Qızılsu yezisida bütün xalqimizga çatma javobgarlikni ustiga elish mas'uliyatnomasi yo'lga qo'ydi. Yaqında ijtimoiy uchur aloqa vositalarida tarqalgan bir uqtirishda ma'lum bo'lishicha, Xitay doiralarining Qızılsu yezlik partikom hukumati xalq ommasining atalmish muqimlikni saqlash bahonasi bilan rayondagi bütün xalqqa çatma javobgarlikni o'rtaq ustiga elish mas'uliyatnomasini yo'lga qo'ydi. Mazkur mas'uliyatnoma 30 moddani o'z ichiga olgan bo'lib, yezi tavasidagi qo'lim qo'shnilarning bir-birining bütün ishlarini qattiq nazorat qilishi, vaqtida Xitoy doiralariga xabar yetkazib turishi va biror tuyuqsiz voqea yuz berib qolsa, bütün kanat aholisining kollektiv holda çatma javobgarlikni o'rtaq ustiga elishi kerakligi belgilangan. Mazkur mas'uliyatnoma Uyg'ur xalqining diniy va milliy urf-odatlarini, ularning kishilik erkinligini ig'ir darajada dafsanda qiladigan mazmunlarga ega bo'lib, ijtimoiy uchur aloqa vositalari orqali oshkora bo'lgandan keyin Sharq Turkiston va chet ellardagi Uyg'ur jamoatchiligi orasida kuchli inkas paydo qildi. Bu atalmish mas'uliyatnoma o'z ichiga olgan mazmunlar bugungi insoniyat jamiyatida tepilishi mumkin bo'lmaydigan darajada bema'ni va ichinishli bo'lib, buning o'zila Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqiga selayotgan ashaddiy zulmini yana bir qatim ochiq shaklda echib berdi. Biz bu vaqtda İstanbulda yashayotgan jamoat arbobi Abdulqodir Yapjan bilan maxsus suhbat elib bordik. Suhbatning tafsilotini to'g'rimizdan ko'rib olishinglarni alohida tavsiya qilamiz. Qarshi tursak millatchilik bo'ladi deydigan, zihniyati buzuq mushlar ikki putliq maqsad yetib chiqdi. Maxluq, sen qanda musulmon, qaysi islomchi, qaysi islomning, qaysi iymonning, qaysi ummatning gibini qilyapsan? Mushuncha Abduvali Ayub qatarlıq 3 nəfər vicdan məhbusuğa hüküm elan qılındı. Xitay dairələri tərəfindən qolğa elinğan Abduvali Ayub, Dilyar Ubul və Muhammed Sidiq qatarlıq 3 nəfər ana til xalqara çəklik şirkəti qurğucularına qamaq və iqtisadi cəza hüküm qılındı. Abduvali Ayub qatarlıq 3 nəfər vicdan məhbusuğa hüküm elan qılındı. Xitay dairələri tərəfindən qolğa elinğan Abduvali Ayub, Dilyar Ubul və Muhammed Sidiq qatarlıq 3 nəfər ana til xalqara çəklik şirkəti qurğucularına qamaq və iqtisadi cəza hüküm qılınğan. Erkin Asiya radiosunun bu vaqtdagi təfsili xəbərdə mundaq deyilgan. Abduvali Ayub, Muhammed Sidiq və Dilyar Ubul qatarlıq 3 nəfər vicdan məhbusi tutqun qılınıb, top-to'g'ri 1 yil o'tganda ularga jazo hukmi e'lon qilinganligi ma'lum bo'lmoqda. İgilişimizce Abduvali Ayub qatarlıq ana til xalqara çəklik şirketining tutqundagi 3 nəfər asosli qurğuchisi bu yil 11 ayda Ürümçi shahri Tangritog rayonluq sud mahkamasida sotlangan. Halbuki ularga berilgan jazo hukmi sud maydonida e'lon qilinmagan. Ayni vaqtda uchaylarning oila tabiatlariga sud hukmini saqlash uqtirilgan. Muxbirning Abduvali Ayubning urug' tuqqanlaridan egilishicha 21 avgust kuni, ya'ni Abduvali Ayub qatarliqlar tutqun qilinganiga top-to'g'ri 1 yil to'lgan kuni ular sud mahkamasining oxirgi hukmnomasini topshirib olgan. Hukmnomada ana til xalqaro çəklik şirketining direktori Muhammed Sidiqqa 2 yil 3 oylik muddatli qamoq jazosi va qo'shimcha 130 ming so'm jarimana. Shirkatning mudiriyat a'zolaridan Dilyar Ubulga 2 yillik muddatli qamoq jazosi va 100 ming so'm jarimana. Abduvali Ayubga 1 yil 6 oylik muddatli qamoq jazosi va 80 ming so'm jarimana qo'yilgan. Abduvali Ayubning tuqqanlarining bildirishicha, sudning oxirgi hukmi e'lon qilingandan keyin Abduvali Ayub bilan Dilyar Ubul ikkalan boshqa da'vo dasturimiz yo'q deb hukmnomaga imzo qo'yganligi ma'lum. Vaholanki Muhammed Sidiqning mazkur hukmnomaga sukut qilganligi yoki yuqori sudga arz sunganligi ma'lum emas ekan. Sud hukmida Abduvali Ayub qatarliq ana til xalqaro çəklik şirketining 3 nəfər mas'ul xodimining ayrim holda jamoat omonat pullarini qonunsiz qabul qilganlik jinoyati o'tkazganligi uchun muddatli qamoq jazosi berilganligi va jarimani qo'yilganligi eskartilgan. Hukmnomada yana yuqorqi uchaylarning jazo muddatining 2013-yili 20 avgustda tutqun qilingan kundan boshlab hisoblanganligi ta'kidlangan. Abduvali Ayubning tuqqanlarining bildirishicha, navoda mazkur sud hukmida qayd qilingan mazmunlar rasmiy kuchga ega qilinsa, Abduvali Ayubning yana 6 oydan keyin turmadan qo'yib berilishi mumkin ekan.
Ma'lum bo'lishicha, Abduvali Ayub qatorliq uchaylan texcha Urumchi Liudavandagi 4-turmada qamoqliq bo'lib, jazo hukmining qachondan boshlab ijro qilinganligi aniq emas ekan. Ularning urug' tuqqanlari texcha ular bilan yuz turani ko'risholmagan. Faqat advokatning vasitasi bilan ahvollashib turgan. Hozirgacha Xitoy doirali taratqularda bo'lsin yoki ommaviy uchur vositalarida bo'lsin, ularning sotlanish jarayoni va yoki sud hukmi to'g'riliq hech qanday xabar berilmagan. Sharq Turkistonda yana 8 kishiga o'lim jazosi ijro qilindi. Sharq Turkistonda turli hujumlarga aralashganlik jinoyati bilan 8 nafar Uyg'ur musulmonga o'lim jazosi ijro qilindi. Sharq Turkistonda turli hujumlarga aralashganlik jinoyati bilan 8 nafar Uyg'ur musulmonga o'lim jazosi ijro qilindi. Xitoyning Xinhua agentligidan berilgan xabarda bildirilishicha, Tiananmen maydonidagi mashina bilan portlatish voqeasiga aloqador 3 kishi va Sharq Turkistonda yuz bergan yaqinqi hujumlarga munosabatlik 5 kishi bo'lib, jami 8 kishiga o'lim jazosining ijro qilinganligi ilgari surilgan. Xalqaro xabar turlarida aks etgan xabarlarda ma'lum bo'lishicha, o'lim jazosi ijro qilinganlarning Husayn Hushur, Yusuf Ömer Niyoz va Yusuf Ahmad qatorliq 3 kishining Tiananmen maydonida o'tgan yili oktyabr oyida elib borgan mashina bilan portlatib hujum qilish voqeasiga chetishlik bo'lganligi uchun o'lim jazosi ijro qilingan. Rozi Aziz ismidagi kishining bo'lsa, o'tgan yili Oqsu viloyatida yuz bergan soqchiga hujum qilish voqeasiga chetilganligi, Mehmet To'xti Yusufning bo'lsa, radikal mazmundagi sinalg'u filmi ko'rganligi va bir puhrani o'ltirganligi jinoyati bilan o'lim jazosini ijro qilganligi bildirilgan. Abdusalom Alim ismli kishining bo'lsa, o'xshamagan turdagi hujumlarni tashkillaganligi, Abdumomin Aminning va Bilal Bardining 2011-yili Xotan viloyatida soqchilarga qarshi elib borgan hujumni tashkillaganligi sababidan o'lim jazosi ijro qilinganligi bildirilgan. Biroq bu xabarlarda o'lim jazosini ijro qilgan aniq oy, kun haqida ma'lumot berilmagan bo'lib, xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonda iyun oyidan boshlab atalmish terrorlik jinoyati bilan ayblanib 13 kishi o'lim jazosi ijro qilingan edi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda yuz bergan portlatish va tig'liq hujumlarning hammasini bevosita holda radikal guruhlarga bog'lab ayblayotgan bo'lsa-mu, bu voqealarning kelib chiqish sababi va tafsiloti haqida bir narsa deyishdan boshdan oxir qechib kelmoqda. Xitoy tajovuzchilari yaqinqi yillardan beri Sharq Turkistondagi bexatarlik tuzumlarini texmo ching'itish bilan birga atalmish bo'lgunchilar deb tuhmat qilgan kishilarning tutilishi va sudga tortilishi mazgili haqida hech qanday yip uchi bermaslikda ching turib kelayotgan bo'lib, faqatla berilgan jazolarni o'zlarining tashviqot vositalari bilan e'lon qilib qo'yish bilan kifoyalanmoqda. Xitoy Uyg'urlarni xitoylashtirishning yana bir qadamini bosdi. Charchan nahiyalik partikom milliylar bilan Xitoylar to'ylashgan oilalarni mukofotlash to'g'riliq hujjat chiqargan. Charchan nahiyalik partikom milliylar bilan Xitoylar to'ylashgan oilalarni mukofotlash to'g'riliq hujjat chiqargan. Atalmish Shinjon xabar to'rining 25-avgustdagi xabariga qaraganda, Charchan nahiyalik partikom milliylar bilan Xitoylar to'ylashgan oilalarni mukofotlash tadbirlari nomli hujjat chiqarib tarqatgan. Hujjatda ko'rsatilishicha, nahiya tavasida Uyg'urlarni asos qilgan yerlik millatlar bilan Xitoylar to'ylashsa siyosiy, o'ltiraq uy va farzandlarining ishqi o'rinlashishi jihatda alohida ta'minotdan bahramand bo'ladi ekan. Hujjatda yana munlar qayd qilingan. Milliylar bilan Xitoylar to'y xati olgan hamon uda 5 yilgacha yiliga 10 ming yuandan mukofot puli ola oladi. Ulardan tug'ilgan bolalar yaslidan toki to'liq o'ttir maktabgacha haqsiz o'qiydi. Agarda ular o'ttir texnikum maktablarga imtihon berib kirsa, yiliga 3 ming yuan. Universitet yoki oliy texnikum maktablarga kira olsa, yiliga 5 ming yuan mukofot olib o'qiydi. Bu xildagi oilalarning davolanish haqqini davolanish sug'urtasi ko'targandan sirt, qolgan qismining 90%ni Xalq ishlari idorasi otchut qilib beradi. Undan boshqa ikki millatdan to'ylashgan oilada ayoldan birining muqim xizmati bo'lmasa, madaniyat saviyasiga qarab darhol muvofiq xizmatga o'rinlashtirildi. Mazkur hujjat tilga ilingan belgilamlarning Charchan nahiyasida bu yil 21-avgustdan boshlab rasmiy ijro qilinganligi uqtirilgan. Turkiyada Ahmet Davutoğlu davri boshlandi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Ahmet Davutoğlu 1382 ovoz bilan Adalet ve Taraqqiyot partiyasining bosh raisligiga saylandi. Shundaqla Türkiye Cumhuriyeti bosh ministri bo'ldi. Davutoğlu 1382 ovoz bilan Adalet ve Taraqqiyot partiyasining bosh raisligiga saylandi. Türkiye'de hakimiyet peşideki Adalet ve Taraqqiyot partiyasi qurultay yig'inida elib berilgan
partiya bosh raislik saylamada hozirgi tashqi ishlar ministri Ahmad Davutoğlu 1382 ovozga erishdi. Davutoğlu ovozning tamomini oldi. 27 avgust çarşamba günü Ankara'da alohida qurultay yig'ini ochgan Adolat va Taraqqiyot partiyasida partiyaning bosh raislik saylami elib berildi va hozirgi tashqi ishlar ministri Ahmad Davutoğlu bosh ministr Erdo'g'andan keyin partiyaning ikkinchi bosh raisi bo'lib saylandi. Qurultayda oldi bilan bosh ministr Recep Tayyip Erdo'g'an bu qatimqi qurultayda partiyaning bosh raisi bo'lish sifati bilan eng oxirgi qatimliq nutqini so'zladi. Erdo'g'an nutqida bundan keyingi yangi Turkiya haqida ve saylangan yeni baş ministerinin qilishga tegishli işleri hakkında muhim söz qildi. Sebebiyle kürsüye davet ediyorum ve kendilerine buradan bir hitap etmesi ricasında bulunuyorum. Davutoğlu 1979 vakilden ovoz berishga qatnashgan 1388 vakilning kuchga ega bo'lgan 1382 ovozning hammasini elib Adolat va Taraqqiyot partiyasining bosh raisligiga saylandi. Davutoğlu saylam natijasi e'lon qilingandan keyin kursiga chiqib partiyasiga va millat vakillariga rahmat nutqi so'zildi va bundan keyingi xizmatlar haqida ma'lumot berdi. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli dava arkadaşlarım, sizleri ve bütün vatandaşlarımızı saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ahmet Davutoğlu yeniden saylangan Cumhur Reisi Erdoğan'ның Abdullah Gül'den vazife ötküzüp elişinin arkasıdalla baş ministerlik vazifesini topşırıp aldı ve yeni hükümetini kurup çıktı. Merkez Yürütme Kurulu üyesi kardeşlerime, dostlarıma, Merkez Yönetim ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarıma, il başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, istişarelere katılmış olan kadın kolları ve gençlik kolları üyelerimize ve bütün parti mensuplarımıza, dava arkadaşlarıma teşekkürü ve minneti bir borç biliyorum. Erdoğan qasam berib rasmiy holda Türkiye Cumhur Reisi bo'ldi. Türkiye'de tunji qatim xalq tarafidan Cumhur Reisligiga saylangan Recep Tayyip Erdoğan qasam berib Abdullah Gül'den vazifasini o'tkazib oldi va Türkiye'nin 12. Cumhur Reisi bo'ldi. Türkiye'de tunji qatim xalq tarafidan Cumhur Reisligiga saylangan Recep Tayyip Erdoğan'ning qasam berish ve 11. Cumhur Reisi Abdullah Gül'den vazife o'tkazib olish marosimlari hayajon bilan o'tkazildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamenta tünügün saat 14'te ötkazilgan Cumhur Reislik qasam berish murosimi ve arqadan elib berildigan vazife topshirilish murosimlarining oldingi murosimlardan alohida farqli ekanligi ko'zga cheliqdi. Xalq tarafidan saylangan Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan parlamenta harbiy murosim orqali kutib olindi. Parlament boshlig'i Jamil Chechak umumiy kengashga Recep Tayyip Erdoğan'ni taklif qildi ve onunğa Cumhur Reislik lavhasini taqdim qildi. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan parlament boshlig'i vakili Ayşenur Bahçekapeli bilan umumiy kengashga birlikda kirdi. Murosimga 19 davlatning prezidenti va davlat raisi, 4 davlatning parlament boshlig'i, 14 davlatning bosh ministri va nurg'un xalqaro tashkilotning raislari ishtirok qildi. Cumhur Reis Erdoğan qasam bergandan keyin istiqlol marshi o'qildi. Parlamentning harbiy murosim bilan uzitib qo'yilgan Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan o'ziga ajratilgan maxsus mashinaga o'ltirib Atatürk xotir sarayini ziyorat qildi ve arkadan Cumhur Reislik vazifasini topshirilish uchun Çankaya Sarayı'na bordi. Çankaya Sarayı'da Cumhur Reislik vazifasini topshirilish murosimi A darajalik davlat murosimi saviyasida o'tkazildi. Erdoğan bilan rafiqasi Çankaya Sarayı'da atliq qismlar tarafidan kutib olindi. Arkadan Çankaya Sarayı murosim eshigi oldida ularni Abdullah Gül ve rafiqasi kutib oldi. Sobiq ve hozirgi Cumhur Reislari Abdullah Gül bilan Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Sarayı'daki xizmat ishxonasida ayrim ko'rishgandan keyin kutib olish zaliga bordi. Zalda istiqlol marshi o'qilgandan keyin sobiq va hozirgi Cumhur Reislarining qisqacha hayoti o'qib o'tildi ve ikki rahbar so'z qildi. Ikki rahbar so'z qilib bo'lgandan keyin Çankaya Sarayı'ning yangi egasi Erdoğan Abdullah Gül bilan rafiqasini harbiy murosim bilan uzitib qo'ydi. Abdullah Gül ve rafiqasi ayrilgandan keyin Erdoğan ve rafiqasi kutib olish yig'iniga kelib vazif topshirilish murosimiga qatnashish uchun Çankaya Sarayı'ga kelgan mehmonlarning takliflarini qabul qildi. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu qatimli haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimgi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.